Jondor tumanida shunday chiroyli uylar bor ekan, biz bexabar qolibmiz. Yangi yilda, yangi uylarda, keng kottejlarda mazza qilib yashamoqchimisiz? Unda bu video aynan siz uchun. Jondor tuman markazi 1-Zahratunning orqasida qurilgan 2 qavatdan iborat ushbu kottejlarimiz 3 sotixli yer maydonida pishgan g'ishtdan sifatli qilib qurilgan. Uylar ichki va tashqi hovlilardan iborat bo'lib, tashqi tomonlari to'liq ta'mirlangan, tomlari eng sifatli mahsulotlar bilan yopilgan, deraza va darvozalari o'rnatilgan holatda sizga topshiriladi. Har tomonlama qulay lokatsiya, saroylardek hashamatli hovliga albatta sizdek yaxshi insonlar munosib. Bu uylarimizda gaz, tok muammosi bo'ladimi deb hech ikkilanmang. Gaz, tokdan hech qanday muammosi bo'lmaydi. Uylarimizning barcha hujjatlari joyida bo'lib, siz xarid qilgan kuningizni o'zidayoq bu uylarni nomingizga o'tkaza olasiz. Xohlang bo'lib to'lashga, xohlang naqd pulga yoki bo'lmasam ikkilamchi kredit asosida ham xarid qilishingiz mumkin. Aytmoqchi, mening obunachilarim uchun 10% chegirma doimgidek amal qiladi. Keng hovlilarda, yaxshi kunlarda to'y tantana qilaman deb niyat qilganlar, bu xonadonlar aynan siz uchun. Bizni kuzatishda davom eting. Jondordan gapiramiz Instagram profiliga obuna bo'ling. Bu videoni uy olmoqchi bo'lgan do'stlaringizga yuborib qo'yishni ham unutmang.